Assalomu alaykum hammaga. Tak, shunaqa narsa bo'ldi hozir. Patologlarni kraska qildik. Dekorativkalarni qildik. Dekorativkalar ham bo'ldi. O'ta go'zal holatda. Shunday narsa bo'lyaptiki, eshikni almashtirishga kelyapti hozir. Almashtirib buzilib chiqib ketadigan bo'lyapti. Nimaga? Bu eshikdan topshamabdi, eshigidan topshamabdi. Shuncha mehnatimiz havoga uchdi. Hozir bitta, ikkita, uchta, hali to'rtta, ichkarida yana 3 ta eshik bor. Bular hammasi usurga chiqib ketadi. Ya, dekorativkalar ham bo'ladi. Nima deymiz endi? Qo'shimcha ish bo'ladi. Doполнительный to'layman deyapti. Baribir qilib tugatib bo'lgandan keyin yoqmaydi hech kimga.